Alo, Malika. kim bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchmisiz? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Kim bu? Usmonjon uxlayaptimi yo'qmi? Aha, Usmonjon katta bo'lyaptimi? ha, rahmat. Kim bu? Ozgina mazam bo'lmay yotuvdim men ham. Kecha janjal bo'lib, Go'zal opamdan oluvdim nomeringizni. Qaysi güzel? Malika sizmisiz o'zi? Ha, menman. Ha, güzel opammanmi? Ha, Go'zal opamdan oluvdim. Ha, yaxshimisiz? Rahmat. Kecha ozgina janjal bo'lib ketib, tomoqlarim ham bo'g'ilib qolibdi-da. Ha, yaxshi. Yaxshi bo'ladi. Usmonjon katta bo'lyaptimi? Ha, rahmat. Nimaga opa? Meni bitta tanishim bor edi-da. Xo'p. Tanishim bor edi, shunga Rossiyadan yaqinda keldi, yaxshi bola. Uni ham turmushi o'xshamagan. Bir nima qilib bering. Men gaplashib ko'raychi birinchi dedim. Malika, turmushga chiqish niyatingiz bormi? Shularni bir so'ray deb turdim-da. Güzel opamga aytganman-ku. Haligi bola Rossiyada yaxshi ishlab kelgan, yaxshi iymonli, insofli bola. U yoqda o'g'irlik qilib, bitta odamni o'ldirib, qamalib, yaqinda chiqdi-da u bola. Ha, Yaxshi bola endi jahl ustida bitta odamni pichoqlab o'ldirib qo'yibdi-da. ha. O'shanga bir siz bilan gaplashay dedim. Meni ko'rgansiz siz, Malika? Qayerda ko'rganman? Balanda pasoni oldida. Qayerda? Balanda pasoni oldida bozorga. Bilmadim. Qayerda u? Hindli pashoda. Hindli pasho magazin bor-ku. Yakshanba kuni bo'ladigan. Hmm. Qayerga edingiz? Uydamisiz, ko'chadami? Uydaman, uyda. Men bilan gapiring. Men ham kecha qamalib chiqdim-da, men ham kecha avtobusda urishib ketdim ikkitasi bilan. Shunga tomoqlarim og'riyapti baqirib. Xuddi yeb turuvdim, xuddokimdagi sosiskani olib qochib ketdi haligi iflos. Men aytdim, sosiskaga qarab qolganmisan desam, meni so'kdi. So'kdi, qo'limda ayronni butilkasi turuvdi. Shu bilan boshiga urdim haligi iflosni. O'shanga milisalar oqtarib yuribdi meni. Shunga Malika uyingizga bekinib 1-2 hafta yashab tursam bo'lmaydimi deyotgandim. Bilmadim, lekin Güzel opamga gaplashishim kerak edi. O'sha bo'lsa meni ular qamab qo'yadi-da. Malika, to'g'ri tushuning. Go'zal opam aytdi, nima qilasiz dedi. U qiz yaxshi qiz Malika dedi. Usmonjon bolasi bilan nima qiladi dedi. Meni bir marta bozorda ko'ruvdingiz esingizda bo'lsa, pirojkaxonada. Pirojkaxonada oldingizdan turtilib o'tib ketsam, opa menga nimaga unaqa qarayapsiz deb boshimga shvabra bilan uruvdingiz. Yo'q, sizga urmaganman. Men aytganman, nimaga unaqa qilyapsiz? Men sizdan yoshim katta desam, 3-4 o'rtog'ingiz bilan kelib bozorda orqasida daraxtga boylab olib, rosa meni ustimdan kuluvdinglar, Malika. Yo'q, adashyapsiz shekilli. Malika, bugun sizni tug'ilgan kuningiz emasmi? Ha, shunaqa. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Iloyim umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Bolalaringiz baxtiga sog' bo'ling. Dugonangizdan hazil tabrik bo'ldi-da bu. Meni tanidingizmi o'zi? Yo'q, tanimadim. Tavba qildim. Keling, doda. Malikaga, mana Malika bilan gaplashing. Malikaxon, assalomu alaykum. O'ldir bizni. O Malikaxon, tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Tanidim, bo'ldi, anavi. Instagramga chiqasiz.
To'g'rimi? Instagramga chiqaman, daraxtga chiqaman. O'g'il bolasiz, lekin qiz bolani o'zini qilasiz, to'g'rimi? Ha, hazillashamanda tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman, Malikaxon. Rahmat aka, shokka tushib qolibman. Rahmat aka. Bo'pti, umr jizo bo'lsin. Usmonjonni vaqtiga sog' salomat bo'lib yuring. Dugonangiz nomidan prank bo'ldi. Rahmat. Xo'p, tabriklayman. Xo'p, rahmat. Bo'p, charchamanglar, xo'p. Xo'p, mayli. Xo'p. Mayli. Xo'p.